Taxminlarga ko'ra, quyosh tizimi bundan 5-6 milliard yil avval koinotdagi chaqnash natijasida paydo bo'lgan. Aynan ushbu zamonimizda quyosh tizimidan o'rin olgan Yer sayyorasida hayotning paydo bo'lishi va rivojlanish tarixi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Tarixchi olimlarning ta'kidlashiga ko'ra, odamsimon jonzotlar taxminan 1 million yil oldin yashagan. Ular yashagan davr paleolit, ya'ni tosh davri deb nomlanadi. Bunga ularning asosiy mehnat qurollari toshdan iborat bo'lganligi uchun. İlk tosh davrida pitikantroplar yashagan, o'rta tosh davriga kelib esa neandertallar yashagan. Neandertallar yashagan paytda yer yuzida muzlik davri boshlanadi. Va neandertallar o'zlariga ancha xavfsiz va issiqroq yer qidirish maqsadida o'zlarining yashash muhitini tashqaridan g'orga ko'chirishadi. So'nggi tosh davriga kelib esa kromanyonlar yashagan. Kromanyonlar aqliy jihatdan ancha rivojlangan bo'lib, ular o'zlarini o'rab turgan atrof muhitni qo'lga olish suratlari orqali tasvirlash orqali aks ettirishgan. Ushbu zalımızın yana bir noyob eksponatlardan biri bu Mamlakatning son tufayli va tishi hisoblanadi. Ushbu eksponatimiz muzeyimizning 100 yilligiga Rossiya muzeylari tomonidan sovg'a tariqasida taqdim